Mehmonlar, assalomu alaykum. Muhtaram 4 nafar yetakchi, shundaqla assalomu alaykum. Ekran oldidagi programmamizni ko'rishga taqozo bo'layotgan barliq ko'rman do'stlar. Riyosatchi Kermishinlar Nijat Valiyoqdan hammalarga seg'inishli salom, oliy ehtirom. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stantsiyasidan Şinjan Buğra madaniyat taqdimotchi shirki birlikda o'tkazgan cho'tki televiziya san'at programmasi chin go'zal Ipak Yo'li sadosi. Cumhuriyet texnikçisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik inancını güzel kırım buyumları mayırlağa ametlaydı. Eğer de programımızın her sahanını koymayı körüp kilovatkan bosanlar çokum yadınladı ba. Bizim programımızda birinci, ikinci, dördüncü dereceye erişken mayırlarımız intayın katı tartışılındı. Bundakta mukafat buyumlarımızı riyasetçimiz Hidayetsiz Şemşidin'in bayanlarından anlapak aylık. Birinci dereceye erişken mahirliği Hasan Makani Gulca'da işlep Saptava Hasan'ı bazarı salgandan beri halkımızdan yaktırıp istimal kılsıga erişken Gulca pastel Müslüman yemek işlep çıkarıp sırpti 200 milyon kıymetli otomobil bilen tartışılaydı. İkinci derecelik mükafat uzak yıllık tatbikat neticesi bilen diyarımızda tuncu bulup diyar markası a'la sifatli görüşlük soda suyunu işlep çıkarıp halkımızdan yaktırıp istimal kılışı ve işletmeye erişken Ürümçi diyar fen teknik terakkiyat sırpti 150 milyon kıymetli otomobil bilen tartışılaydı. Üçüncü derecelik mükafatımız olsa Uyghur tibavetçilikte belgeli çözü şartı okulan Şinjan Kinara meblağ sürki erkan mesutları teminlegen 100 milyon kıymetli otomobil. Dördüncü derecelik mükafatımız olsa halkımız milli kiyimçiligini anlamayan olan Şinjan Mötver Halkara Soğutek Şirketi Elzok kiyimçiligi teminlegen 50 milyon kıymetli otomobil. Şunak edilmezler bizim mükafat buyumlarımız intayın katta. Öz növdüden mahirlerimizden tayarlıqmı intayın katta. Xo'sh, qonaqda hurmat ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Shunaqla naq maydondagi azizlar. Navbatda Abdullah sahnisida do'yilga bayga tushmoqchi bo'lgan ikki mahirimiz bo'lsa, kasbiy naqshchi Ne'mat Abduqodir bilan Aqsuliq shofir do'stimiz Ablimit Kerem qarshi olamiz. Çin Nuri Biyofen Teknikçisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin çin güzel girim buyumları mahirlağa amet dileydi. Mehmet Ün'ün bize Gulca Celiz'in ayısıdın özünün talantını tonuq namayatla ve nakşlarlaş üçün köp izlenip hem de balılığın diyen nakşını etmakçı bolu vakidu. Balılığın, sebilligin Muyunu o yüzü girip işirdiğen yaxşı jigit. Onun bu kadar nakşını yaxşı etişini ümit kılına. Şunun için fazla külgüm battı ama külemedim degende bir hissiyat uqtana bitilmiyor. Məşq jarayonida ustozning yetaklashi bilan naqshni qanday o'rindash, hissiyotni qanday kontrol qilish va shundaqla qaysi yerda qanday hissiyotlarni berish qatorliq shu mashqlarni menga izlashdi. Ablimit hem bir japakesh yigit bu. Aldın qıtımda etkan nakşı arqılı meni qayil qılgan. Seni görmey vay ülermem mu? Ablimit'in bu nakşını yaxşı icra qılalaydiganlığı cheksiz işimiz. Talantını to'liq namoyon qilish uchun aslida aytmoqchi bo'lgan biroz ovoz o'rnini qurib ko'tarib aytmoqchi bo'lyapmiz. Agar ovoz charchab ketmasa, bizning talabimizni chiqalaydi deb o'ylayman. Yaxshi natijalayman. Seni görmey ölüp ketsem muradim ahangni to'liq bir ilan. Men bu şeye kelib şu mashq jarayonida üzerine doğru naqshi etişi bazı kamchiliklerimni to'liq yetdi. Bir qanchiligan az turib bilimlarga bo'ldi. Mening raqibim ham sahnadashim Shturpan maydonidagi Ablimit Kerem nomli akamiz bilan bir sahnadash raqobat qilib qoldim. Ablimit Kerem akamiz bilan mashq jarayonida bu akamizning bu o'zi kuchliq marka yaxshi alaylik borligini his qildim. Bu chekka atish orqali Jeli yüzden kelgan sahnadashim ham raqibim Nag'mat Abduqodir bilan sahnaga chiqaman. Nag'mat bu yaxshi naqshchi. Kel ko'z ko'ringan o'g'ilchi diyar, kel tanilgan naqshchi. Men hozir sahnaga chiqish oldida turyapman. Qani Abdubitka sahnada ko'rsaylik. Men Shturpanda kelgan bir xalq ichidagi naqshchi bo'lsammi, cho'qim raqibimni yenib olaman degan umidda hozirlar yuraklik oldi turyapman. Balılığın hayal çektiğini göreysen Mağlıyım tutup bir süyeydi
desem hayat kettim balları seviliyim Işımda gemde tola küler isem Cafalarının talı boğan atam beni Aksiden erişip bir yüreği sen Nerelerden şüredeki en başlar Mektubimde anam tepkilerdi Cafakeş bu kömürlerin aramıyor Senin için nereden hıyar Taşlarımda ahlar kiretti Vallahi ben de oynam küleysem Bağlarım hayal kettim küleysem Mekun
Kandan men bulbul men bulbul Uydu şad güzel dastan Uydu şad güzel dastan Endi biz idrokiy holatda o'zimizdan tanlashimizni bayon qilgan vaqtimiz yetib keldi. Rahmat, elimizga kelsak, oxirida chiqqina bir yerda tushmay qoldi. Yana o'ngishib oldi. Ammo lekin bu naqsha oson naqsha emas. Yaxshi bo'ldi umuman. Abdumit Shapirov do'stimiz oxirida davomli to'xtagan shu to'xtash ovozi muqim bo'lmay qoldi. Mening tanlashim Nig'mat. Rahmat Mahmud efendim. Undaqda Nurnisa Abbas xonim. Mening tanlashim Nig'mat. Undaqda Erkin Abdulla efendim. Shikalaniki ovozi o'xshamaydi ekan. Nig'mat hissiyotni yaxshi berdi. Jilib esaq men Nig'matni. Tavsiya qilaman. Mana keldi degan baribir bu echinishli oqibat mening beshimga keldi. Endi mushu og'inlardan tanlash haqiqatan adam qiynaladigan ishga. Mening Nig'matga o'xshash naqshlarga ehtiyojim bor. Shundoq. Biroq men Ablumitdek do'stga muhtoj. Ablumitdan ayrilib qolishni ham xohlamayman, chunki bu yuragida nim bo'lsa shuni deyish uchun mushu sahnaga kelgandim. Hech qachon bir musobaqa, men nima bir manfaat olay, bir haqlarning chavgiga erishib olay emas. O'zining qalbidagi bir o'tni, mishad bir yolqinchi tuvog'iga kelgan inson. Albatta bu ruhni bizga kerak. Undaqda ishkaylarni tan qoldirib kelishni xohlamsiz va yoki? Lekin men Abdumit bilan men tang 45 yoshlik insonlar biz. Bu og'inam bilan mangulik og'ini bo'lishga men va'da berdim o'zim shunda. Biroq mening bilan keyin musobaqaga boradigan inson Nig'mat. Muborak bo'lsin. Yanla Erkin Abdulla efendimni hizmet bulduğun minutlar yetip geldi. Ama bu bizden musabıkımızdan kaidesi. Bu kaidini tamamlamaya amal yok. Tetür sanatından bilen bile sanışmaya masalak yerindaşlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tolma afsus. Kechirim. Abdullah efendim, ustozim ettiganimiz biz deyishdik, hozirmi o'zi deb o'tdi. Mening maqsadim bu yerga bir naqsha aytib cho'lqon bo'lib, yana bir naqsha aytib mashinani haydab ketish emas. Nishada Esil. Abdullah ustozim degandek, mush qalbimdagi o'tni, mush butun Shinjon xalqiga qalbimdagi o'tni bir parqlab mishal bir bersam, mening maqsadim shu, boshqa maqsad yo'q. Rahmat Anvarga. Rahmat. Albatta Hammalarga ayonki biz kerakmi mana shuningdek yaxshi bo'lgan pistek sapa. Mana shuningdek ko'tarang yo'q. Rahmat. So'zlamayman. Buni davomli shunday mashina chiqib olishni xohlaymiz jumada. Davulchi Nosirning ovozidan kelishmagidek hissiyot chiqqan kerak dostonga rostlar bizma hayron. Abdumit Keram efendi samimiy, tabiiy, asli puroq bilan bizni ta'sirlandi. Rahmat sizga. Fursat bo'lsa pat-pat kelgaysiz. Sahnimizda kuylar yangrab qaysiz. Undaqda navbat bizning sahnimizda zodi kimlar o'z mahoratini namoyon qilgandi? U bo'lsa-mu Urumchidan kelgan naqshchi do'stlarimizdan Alisher Osmon bilan Mardon Abdukim qarshi olamiz.
Alisher milliy naqsh bo'yicha tarbiya ko'rgan. Chunki uning sharoiti bor. Milliy uslub naqsh etish bo'yicha uni ko'proq tarbiya ko'rgan deyish bo'ldi. Ben Abdullah Hekesi sallallahu için sazımız sizge amal var. Bu özümüzü düşke en yaxşı ko'rgan, yaxşı isalaydigan naqshimizni aytishni ta'kidladi. Biroq o'zi ko'proq zamonaviy ommabop naqshlarni aytishni yaxshi ko'rdi. Unda bu to'g'ri tajriba bor. Ham shuni umid qildim. Sen ketib olam bo'lakcha yotmala. Mardan gerçi bunun burun kesbi terbiye ko'rmagan bo'lsa-mu, biri uni yesh kichik. Uning keyindan kesbi terbiye ko'rmagan. Sahn tajribasi az, biroq uni bir o'tda qizg'inlik bor. Uni bir izchillik bor. Qarasam mardanlarga izchil turish bor. Shuni qaraganda men ishimni bu qatim jondadan degan yaxshi ijro qilaman. Desem yolunda gülxandek dada Qo'ynikan jannatga bir bog'dek dada Men Abdullah San'da qatnashgandan keyin bundan burun qaraganda o'zim zo'r bo'ldi deb qarayman. Haqiqatan Mardanjanmo ommabop naqshdan birini ilib kelibdi. Uningmi sahnada yaxshi aytib, o'zini to'liq namoyon qilishini umid qilaman. Ham uning zo'r tilayman. Alisher qanchalik zo'r naqsh bo'lib ketsin, men faqat bo'sh kelmayman. Cho'qim men eng zo'r kayfiyatim bilan, eng zo'r ishonchim bilan musobaqa qatnashaman. Men hozir sahnaga chiqmoqchi, g'alaba qilma, yaxshi aytmayman deb qarayman. Alisher, sen kurashaylik, men bo'sh emas. Baladeşti ara Mecnun menindeki Memiş devran Kuyundek her zaman bürkülmeden Vay Vadide ser gerdan Neyleye nazuk ey vay kulum bağlandı Ayar cemaliyen sürelmey vay güller okşaymey Çarakçılar ülkermekte çalıydı miniye Ayacımalıyım sürreney vay üller okşaymeyim Yakan niye çok iti Eylesem feryade Hacetmiş bu cuvanların Ağzını düşer sade Hasıl bunlar vay kaçar İşte var abime yâre Ayacımalıyım sürreney vay üller okşaymeyim Yahu yâre yâne var Aşk yerden menzare
dadam erdek, dadam taldek, dadam Oynayan cennet kebi bağdek, dadam Sen gidip alem bilekçe yapmana Sözleri kaymağına bak yağdek, dadam Sen gidip alem bilekçe yapmana Sözleri kaymağına bak yağdek, dadam Anam biçare mezlum kalbide Ne desen bağımdı vicdanlık dada Ne desen bağımdı vicdanlık dada Bağırın izleydu her yan ah uğrum Neredesin yolunda gülhandaki adam Ballarım izleydu her yan ahuru Neredesin yolunda gülhandaki adam Aldığında kendim yüz tepip Bir küteğin ağlardı sen hamdek nadam Esretim alem gözümüz oylasam Oynayken cennet gibi bağdek nadam Esretim alemge sığmaz oynasam Neredesin yolunda gülhandaki adam Esretim alemge sığmaz oynasam Neredesin yolunda gülhandaki adam Sen yolunda gülhandek Ulaşlarımız növbette yana davamlıq bizniki baha beriş, tanlash bosqichimizga yetib keldi. Alisher Osman ağzına azrak erijitildi. Çıkıdım. Lekin jitilsima, jitilgan avazing to'g'ri bo'ldi. Bu bir Allohlik taka. Shu ovozing bilan bir ruku qilsam bo'ladi-ku. Yaxshi. Mardan inamiz. Ishlaydan pechet. Shunlashqa Mahmud apandim. Shu pechet. Yo'q. Cho'qim shuning ichidan birini tavsiya qilishingizni umid qilamiz. Alisherim tanlab. Rahmat. Mardanni tanlab. Xo'sh. Erkin Abdullah efendim. Benim tavsiyelerim şöyle. Nurnisa Abbas hanım. Yok. Tatılma. Var. Alisher. Demek bugün biz yanla kıymaslık ilgide keskin karar çıkarışqa muhtaç. Alisher bizga kerak. Mardan bunun fantastik naqshlar bizga kerak. Bizning guruhimizga kerak. Agar mush ikki o'quvchimdan birsidan voz kechib qolsam, bularning yurkidan bayroq mening yurkim og'riydigini aniq. Shunga bizning tayyorligimiz bitdi. Meni bitmayotgandi. Shunga keyingi navbatlik musobaqaga mening bilan birga qatnashmoqchi bo'lgan o'quvchimning ismi
keyingi qatimdagi musobaqa qatnashmoqchi bo'lgan o'quvchilar Jipak yo'lida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash tutisiga sahib qilgan motivarni tanladim. Mening tanlashim yanada motivar. Motivar kiyimlari. Çin Nuri Biyoper Teknikisi Sultan Zavtı'da işlengen güzellik Ninin Çin güzel gırım buyumları Mahirlarga omad tilaydi. Bir yerde erkekler kuvvet içindeki samimi asker. Programımız hazırda başlandı. İşkilisi. Mübarek olsun! Mübarek olsun. Rahmet Abdullah efendim. İşimizki sizin bu işki nefer o'quvchingiz, mahiriniz sizning bu qaroringizdan intayin suyundi. Shunaqla keyingi bosqichda cho'qim texnik yaxshi tayyorlik qildi. Undaqda ustozinglar bilan bir ko'rishinglar. Dadisi Osman Ahmedning izini bosgan Alisher Osman bilan qarindoshlari Abdulla Abduriyim va Abdat Abdikim, Mo'minjonlarning izini bosgan Mardon Abdikim muvaffaqiyatli holda keyingi bosqichga musobaqaga tanlandi. Beygi degan oldimizda. Bardam bo'linglar, yigitlar. Shu tapda diqqatingizda bo'layotgani Abdulla sahnasi. Undaqda navbatda zodi qaysi mahirlarimiz raqobatga tushirgandi. U bo'lsa-mu Ot shahridan kelgan o'qituvchi do'stimiz Arzugul Abdurishit bilan Bo'rtaladan kelgan do'stimiz Nurshat Raydin. Marhamat. Arzugul bizlik ovozliq bir sanamiz. Hamda o'rgangini garchi milliy naqshlar, undan boshqa o'zini qiziqishi bo'yicha ommabop naqshliqda izlangan tarixi bor. Ben İpek Yol Sarası programı arkalık Abdullah sahnesiyle kabul kılındığımdan ait koşuldum ve emaya canlandım. Şundaklı ben de bir işlem şeyler oldu. Zapma çıraylık keldi bahar degan bu naqshini asli ovoz bilan o'tmoq istadim. Meni qo'yganda yaxshi bo'ldi. Yazmici koşlar çaldı mukam, zapma çıraylık keldi bahar. Zapma çıraylık keldi bahar. To'liq dasturni sevgan. Endi Nurshat bu mening ko'nglimdagi yaxshi bir naqshchi. Bu qatim naqsham bilan degan bir naqshni tanlab ketyapti. Abdullah Abdurim akamizniki guruh kirgandan keyin nurg'on qatim biz muzik jihatda o'zaro fikr almashtirdik. Ovozni qanday kontrol qilish, nafasni qanday kontrol qilish jihatda ko'plagan bizning ko'z qarashlarini daftardi. Bu menga nihoyat zo'r yordam bo'ldi. Bakmen osmonga oyga telmürüp Ney 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 ay ney bir mag'rurlikni qo'shdim. Sana ishonchimiz. Ben bu kıtım çıkan nakşçımız Nurshat Raydin akımızdan da karşı olup çıktı. Bundan keyin bo'lib bugungi musobaqada men o'zimniki yaxshi kayfiyatimni, eng yaxshi ifodamni keng televizor ko'rguchi tomoshabinlarga bildirish bilan bir vaqtda ustozimni cho'qim rozi qilman deb o'ylayman. Ben hazır sahneye çıkması barlık qarindoshlarning meni qo'llab-quvvatlab turishini umid qilaman.
tügümez vay nakşam aminim vay ağırıp yetkan bilen dildeki çıkmaz marim vay nakşıga akatkan bilen dildeki çıkmaz marim vay nakşıga akatkan bilen yar koyda yürmem bağrım kavak bağrım kavak vakadar yüz yıkmanım ayolga vay toymay karar osmonga oyga perişan bilen oyga kay senin gayem vay tügümez akşam bilen oyga kay senin gayem vay tügümez akşam bilen akşam bilen Endi Abdullah efendim, nishadi yana davomli sizning qaroringizni chiqargan vaqtingiz keldi. Oldi bilan yana sizniki yordamchilaringizniki, qarindoshlaringizning taklifini anglab boqaylik. Xo'p, ma'qul. Erkin Abdullah efendim. Nurshad, jiqchalarda shu ovoz toza muqim bo'lmay qoldi, o'zingiz buni his qildingiz. Shunga mening tavsiyam kechiring. Qarshi taraf. Arzigul. Nurshad inamning ovozi bilgan shu tiraklar azroq bir shu kuydan kichikkina zig'idek pasmongda boshdan oxir. Sabr, aqlni qopsizda. Endi shunga sonimiz Arzigulni endi Hozir Najini qo'ldan Nurnisa Abbas xonim. Singlimimiz Arzugul izchil holda tug'ilganda bağıgan ovoz bilan Yevropa ovoz, güzel ovozni birlashtirolmaymiz naqshini tugitib etdi. Rost gapmi? Ha. Yeni başlagan bu. Yeni öğrenişke başlagan bu usulni shu yeni öğrenganligimiz chiqib turdi. Zat mochiroylik deyishning hojati yo'q uni. Nima shunday qilsiz? O'zingizning tabiiy ovozingiz bilan aytgan bo'lsangiz, bek chiroyli bo'ladi. Nurshad efendimlar aytgandek, ovozingiz rost izchil holda qiyiqmangda titrashpa. Eng oxirgi belirtim Arzigul. Abdullah efendim, bu sizga bir yaxshi bir ko'rsatma bo'ldi deb o'ylaymiz. Lekin oxirgi qarorni yalnız siz o'zingiz chiqarsiz. Xo'sh. Agar biringlarni qoldirib o'tsam, meni ranjib qolasizlar. Yo'q. Men ranjimayman. Ha. Kechirsizlar, ishkil o'quvchi qat tursin. Abdullah efendimden başka efendim hanımlarınki öz grupsiga birden a'zo qabul qilish huquqi bor deb aytgan edik. Undaqda sizlar o'zlaringiz bu huquqni yurgizsanglar bo'ldi. Tadbir sanaq boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
To'lim afsus. Bizning ustozlar deydigan qanday yurak so'zinglar bor anglab boqaylik. Mening eng xo'sh bo'lganim bu sahnaga chiqib, birinchisi demiş ustozlar tanış fursati ega bo'lganim, ikkinchisi mushu talantli mahirlar bilan tanishga ega bo'lganim. Ya'ni mush Nurshad kamdek bir samimiy sherikimning bo'lganligi. Men Abdulla akamdan ranjimayman. Yana bundagi hamkorlashishimning dastlabki bosqichi deb o'ylayman. Aman bo'ling. Tugmas naqsham degan bu kuyni Nurshad Raydin o'zgacha holda o'rnadi. Biz bundan keyin bu Nurshad Raydinning isl naqshlarini cho'qim anglaymiz. Yo'llaringiz nurliq, dilingiz shod bo'lg'ay. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik nenin çin güzel girin buyum. Şirali izchil mushu amaliyot tutib naqsh etib kelayotgan o'quvchimiz. Zamoniy naqshlarga ko'proq havaslidan izlanadi. Ko'p iqtidorli naqshchi. Kuyarmanmi o'timda har kuni. Ben Abdullah Sekiz'i tanlangandan keyin intihan qo'shildim. Şahsen ben özümden Abdullah Sekiz'in 32 o'quvchisining birisi bo'lgandan intihan faxrlanaman, qo'shilman. Men uning bu qatorda misol qilgan o'zini alayligini to'liq joriy qildirib, yaxshi natijaga erishishini umid qilaman. Intihan ishni o'tkazyapsam, o'sha bir ovozga qoyillik qilamiz. Lay. Biroz bog'cha. Uni ishni o'tkazyapman. İrfan o'tirish yuqori ovozga tayyor. O'tirish yuqori tayyor ovoz. Bir ovoz qismida o'zining alayligini to'liq joriy qildira oladi. Qisqa vaqt ichida biz o'tirib qo'ygan taraflarni o'rlash qilishyapmiz. Bizning sandishimizniki shirayli ekanligini bilgan vaqtimizda nayt xo'sh bo'ldik. Lekin biz o'zimizni yanala qarshi tarafdan texnik kuchli deb hisobladik. Abdullah Sekiz'i tanlangandan keyin Abdullah akamdan izchil turda yaqinda bu mashq birlikda mashq bo'ldik. Bundan sırt endi o'zimizda bundan burun yetildirib olgan naqshchilikka o'xshab kesalarimiz, o'xshab xato puroqlarimiz qatorida bir turkum xato egilgan bilimlarimizni to'g'rilashga turishga counterda Abdullah akamning yordami bo'ldi. Sahnan rayimiz Shirali Akash bilan bir musobaqa qilganmiz. Biz bu naqshni texnik loyiha yetkazib to'lab Shirali Akashdan texnik yaxshi o'qib, eshib cho'qim kuch chiqaramiz. Erfan'ın bugungi bu sahnada faqat bir yo'lda sahnada u bo'lsa men. Her insan vakti için gülerken bilsem, bazılar gözlerini yaşlarken bilsem, bir vapa taşlap seni giderken bilsem, hicranda kalar iken aşıklar bilsem. Sana alemçe suyunu versem, sen yana kanaat kılmasan bilsem, ne bular muhabbete içilip gülsem, hayatımda arttıkça insan iken ben bilsem. Köyarmam bu
Abdurim efendim ahirki kararını çıkarışqa azraq o'ylashvoqcha biz boshqa yetakchilarimizning, boshqa efendim xonimlarning tavsiyasini anglab boqaylik. Bundaqda Nurinisa Abbas xonim, sizningki Shirali. Nayt keskin chapdashlik bilan chiqarilgan qarori bo'ldi, Mahmud efendim. Shirali. Erkin efendim. Shirali, sizniki bayon aytgan naqshingiz ijodiy naqshman. Yaxshi o'rildingiz. Deylik, har xil o'zgarishdan va ansirab o'tgan niyatdan aslo o'xshab. Bir nasl ko'rgandan boshqa o'ng jihatdan yaxshi Abdulla aka. Mening tavsiyam ijodiy naqsha. Shirali. Nayt aniq bo'ldi, bizning 3 nafar yetakchimiz Shirali ning aytgan naqsini bakrak yoqtirganligini bildirdi. Bularda eng oxirida Abdulla Abdurim efendim, sizniki qaroringiz qanday bo'ldi ekan? Amaliyotda Shirali buningdan yaxshi aytoladi naqsh. Shirali charchab qolgan ovoz bilan erkin degandek ensirtib saqib ketdi. Lekin hissiyot joyida. Irfon o'shunda tajriba ko'proq bo'lsa, balkim o'z ishiga texmi puxta bo'lish mumkin. Sizning qaroringiz Keyingi aylan musobaqasiga biz bilan davomliq ma'noga o'quvchining ismi Shirali. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. O'xshashli biz yana takbir sanoqni boshlaylik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To'limi afsus. Endi bu yerda biz sizning yurak so'zingizni anglashni xohlaymiz. Mehribon anam, qadrdon dadam bak qo'llaydi uchu meni. Musada chuqum o'zib chiqqan bolam, mayli qozon, mayli qozonma, biz seni har vaqt qo'llaymiz degan edi. Men ularga cho'nqi rahmatimni bildiraman. Rahmat Irfon. İşimizga ota-onangiz bilan o'rtaq hissiyatdan musaqniga dastlab turaligingizni o'zi sizning g'albingiz. Shunday g'ayratli bo'laylik, jasoratli bo'laylik. Qani. Yaraysiz Irfon, qo'limi isil asarni gitarınız va romantik ovozingizni izhor qildingiz. Sizdagi tirishchanlik ruhi yanada kuchaydi. İlim Irfon yo'lida texnik jiq natijalarni yaratmaysiz. Növbətdə səhnimizdə rəqabətdə bulduğunu Toqsun naisindən kelgan o'qituvchi Akbar Abaydulla bilan Şinjan Sanat institutining o'quvchisi Abdusami Erkin qarshi olamiz. Akbarni ishi bizning kichik bo'lgan bilan pas qoldi, bizlar tan naqshchilik sohasida turgan. Tarixi uzun naqshchi. Men Ipak yo'li sadosi orqali Abdulla gruppasiga qatnashganimdan ham Abdulla gruppasidagi 32 mayr qatorida tanlanganimdan intayin qo'sh yo'ldan ham hayajonlandim. Kechmishidan ham aql bergan Abduralmaz hatta şeytan Şu bu vücut titrab chiqsin u tarafchi. Ustozimiz bizga nafas kontrol qilish, naqshni qandoq hissiyat bilan o'rinlash jihatiga bizga ko'plagan ta'limlarni berdi. Abdusamiga nisbatan menda ishonch kerak. Chunki u biroz o'z ishiga puxta naqshchi. Men bu qatimki Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashgandan keyin Abdulla Abdurim ustozning loyiligiga erishdim. Ham shundoqla bak xush bo'ldim. Senada xotirjaman. Tekstni undan aniqroq da abay qiyliqi onamda takrorlayotgandiki. Degan ovoz bor. Chuqum saqlaydi. Shu bo'lsin. Shu musobaqadan yo'qotib ketsin. Musobaqaga tushadigan hamman bilan musobaqa qilishadigan moyir garchi yosh jihatdan farqimiz bo'lsa-mu, men o'ylaymanki, balkim ilmimizni cho'qim yaxshi tayyorlab qilyotdi. Mening o'zimga ishonchim bor. Akbarga g'ayrat qilam, o'zaro qo'l tutishib g'ayrat qilaylik. Men inimningmi yaxshi natijaga erishishni cho'qim chiqish kirishman. Shunlarmi g'ayrat yor bo'lsin.
Emrim mağrur her kaçan Yollarımda aziz halkım var Azdır olmaz hatta ki şeytan Vücudumda aziz halkım var Malı tersin yarı kılsa külme Düşmanlarım yağdırsa düzme Hikmetleri yar dolar Tumurumda aziz kalkım var Azizligim mecridin kelgen Kesmişidim hem akıl bergen Armanları dilimde köygen Yürügümde aziz kalkım var Bulasam ömürlük sırdaş Köylerimde aziz halkım var Bulasam ömürlük sırdaş Köylerimde aziz halkım var Köylerimde aziz halkım var Ölmem deptimen canım çıraylı Bana şeydu balam çıraylı Bilmem deptimen canım çıraylı Bana şeydu balam çıraylı Ayrılgan çağda bildim ki hiç kim Şen hem değil anam çıraylı Ayrılgan çağda bildim ki hiç kim Şen hem değil anam çıraylı Anam
Anam, anam, baylığım anam, anam, anam. Bu naqshlardan balki bizning ko'rmalarimiz ekran oldidagi qadrlik do'stlarimiz, shundoqla bizning ustozlarimizni aytdi, huzurlangan, hayajonlangan bo'lishi mumkin. Biroq biz yana keskin qaror chiqarishga muhtoj. Nurnisa Abbas xonim, dastlabki sizning tavsiyangizni anglab boqqan bo'lsak. Tavsiyam Samiga bir bilet tashlaydi. Rahmat. Erkin Abdulla efendim. Abdusamining ijodiy naqshi. Hozir ustozlarning taklifini aytib aniq bo'ldi. Hamdi Abdulla Abdurim efendim, sizningki fikr takliflaringizni anglab boqqan bo'lsak. Ekber Ebeydullah, san'atkor etva insonning hammasi uchun bag'ri kang bir muallim. Shunda bu muallim o'zi yaxshi ko'rgan bu kasbda oz bo'lmagan natijalarni qo'lga keltirdi. Abdusami o'zida ta'sirlanib qolmasdan tuvandikilarni yuqumlantirdi. Buni o'zi natija. Naqshchi shunday bo'lish kerak. Oxirgi qaror keyingi navbatlik musobaqaga biz bilan qo'l tutishib yana bir qatimliq musobaqaga tushadigan o'quvchimizning ismi Abdusami. Abdusami, sizni qutlaymiz, alqishlaymiz, muborak bo'lsin. Undaqda vaqtni ching tutib, yana bizning qayrilishimiz Akbarni qaytarib kelish fursatimiz bormi yo'q? Birlik sinab boqaylik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bugun men Abdullah Abdurahim gruppasidan g'alqib, mana bir ustozni, yana bir ustozni erishdim. Bu meniki yana bir g'alabam. Erkin efendim, sizga rahmat. Rahmat ustozlarga, barliq aziz qarindoshlarga rahmat. Xo'shlashib. O'qitishga erinishimiz Akbar Abeydullah xalqimizga tunish ko'ni cho'lpa. Ham raqobatdan qo'rqmaydigan mayir. Kutilmaganda Akbar muallim yangi bir muallimga erishdi. Bizga Akbar muallimdek hamon olg'a intildigan, o'rganishni qadrlaydigan kishilar kerak. Bu qimmatli ruh. Birinchi darajalik mukofotimiz Sattava hasilni bozorga solgan G'o'lja Mahsun musulmoncha yelaklik ishlab chiqarishi ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Bu yerda erkaklar quvvat ichimligi samimiy askar. Programmamiz hozirda boshlanadi. Endi navbatda sahnamizda bo'ldig'ini Dolqin Mehmon bilan Xalmurat raqib qarshi olamiz. Hayrat zamonaviy hozirgi zamon naqshi, ya'ni mud naqshi e'timoga qiziqtirgan o'quvchilarimiz. Amdob naqshlikning mud bo'layotgan naqshlarni ko'proq aytdi. Ben Abdullah sensin kelgandan keyin cho'nqir hayajonlandim. Ham ustozimiz ham musobaqa jarayonida bizga yaxshi bir tajribalarni berib, yaxshi yetaklab mangdi, bilmaganimizni o'rgatdi. Chunki bu to'xtamay chiqayotgan bulan buqildayotgan xuddi buloq suyuning keyindan yana bir buloq bo'lib chiqadi-ku. Shunda imonsiz. Dolqinlar bumi hozirgi zamon naqshlarga havaslidir. Biroq bir oz milliy alohidlikka ega naqshlarni ko'proq aytadi. Abdullah akam guruhga kirgandan keyin o'zimga bo'lgan kamchiliklarni haqida ko'plikni his qildim. Yeshil bog'lar. Chiqmira Ağam o'xshash ağam. Lekin ikkinchi misrada boshqa gap deyotganda takrorlaydi bu ağam. Ham ikkinchi misrani o'xshash ağam o'zgartirsa, muttafaqan zerikish. Faqatdan musobaqada mening do'konjam yangilgan qo'yish ishonchim bor. Shunaqa maydondagi do'stlarimning meni qo'llab-quvvatlab berishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Do'konjam, seni ko'rishaylik. Sen çok yaxshi natijalarga erishishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Ham menmi seni yanglishqa bog'ladim. Biz
sahnede görüşelim. Evliyodek çağlaysan dostum üzümni, başkalarına sancıysan neşter sözünni. Maktayın desem azaplık zulüm köylü, baktırmayman hiç kaçan zulüm köydüm. Vay 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 yine gel dostum. Vay 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 yine gel dostum. Şer aldıdan tilkidek kılırsan gün, ama cüce aldıdan olursan mümkün. Şer aldıdan tilkidek kılırsan gün, ama cüce aldıdan olursan mümkün. Şirin konu salmış ise kalpektek sizin, şunda koydum bizleri sakla Allah'ım. Şirin konu salmış ise kalpektek sizin, şunda koydum bizleri sakla Allah'ım. Vay 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 yine gel dostum. Vay 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 vay
sizlarni anglab bo'lgandan keyingi amdidagi minutlarda o'xshashlar keskin qaror chiqaradigan qadamlarni olmasak bo'lmaydi. Shunlashqa yana davomli Abdulla apandimning texmi to'g'ri qaror chiqarish uchun oldi bilan biz boshqa yetakchilarga maslahat berishga muhtoj. Xalmurat. Nurnisa xonim. Bu o'quvchimizga deb qo'ygan gapim yelagar emas, cho'qim osh talabimizni to'g'ri qilaylik. Lekin ovoz sapbek esil, yaxshi, lekin mening tavsiyam Xalmurat. 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 Demak, endi sizdan boshqa 3 nafar yetakchimiz Xalmuratni tavsiya qildi. Abdulla apandimdan boshqa o'ylaganlar bormi? Quloq sapaqay. Xalmurat yaxshi o'rinladi bugun naqshisini aytib oldi. Bu ham bizning umidimiz. Biz To'lqin mehmon to'g'rida azroq paranglashaylik. Bu qiyinlik nuqtasi bor naqshidan birini tanlab kelgan. Necha kun bo'ldi bu zukam bo'ldi. Eg'ir. Bugun aytgan ovozim chiqmadi gap qilgan. Bu musobaqadan voz kechdi. Endi men uning o'qituvchisi bir ustoz bo'lish suhbatim bilan uning voz kechishini xohlamadim. Bugun bir ovozing chiqdi ekan, notadan bir tal chiqsinmi? Ya do ya rey chiqsinmi sen chiqsa seniga. Ashu biz uchun. Chunki bizga sening ruhing kerak. To'lqin mehmon bugun naqshini yaxshi ko'ngildagidek ijro qilinmasligida mana shunday sabab bor. Shunlashqa bugun oxirgi qaror Shotalar bilan rasm tushish intayin ko'ngillik bir ish. Hada, qanday qilib chashdingiz? Atramas degan mehri. Diqqat. Mehri? Mehri bilan shadlanar odam, mehri bilan faxrlanar qadam. Hamra bo'lib barcha hammaga mehrlarga to'sin alam. Mehr alaydi so'pin parashuga har bir oilaga mehr ato qilg'usi. Muborak bo'lsin. Turib pichoqlab olgan ishlar ekan buni. Yaxshi. Bu haqiqatan mushu sizlarningki guruhlardagi a'zolarniki inoq ittifoqlikdan shunaqla birga mashq qilish jarayonida ketildirgan bir muvaffaqiyatli ifodalar deb o'ylayman. Undaqda sizni yana qaysi yetakchimiz o'z guruhiga qo'shilishni xohlaydigandir? Ta'tir sinaq boshlandi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oxirida qanday yurak so'zlaringiz bor? Anglab boqaylik. Keyin men yana sahnalarga chiqib turman. Fursatlar bor, Abdulla ustoz bor, xalqimiz bor. Lekin biz yana shu sahnada ko'rishimiz. Ba'zilar borki, musobaqa qatnashishga jur'at qilolmaydi. To'lqin mehmon shijoat bilan bugungi baygiga qatnashdi. Buni uning g'alabasi deb ayta olamiz. Shunaqla keyin cho'qim sahnamizni ko'raymiz. Naq maydondagi aziz ishtirokchilar, shunaqla ekran oldidagi ko'rmalar Shinjon televiziya stantsiyasi bilan Shinjon Buğra madaniyat taqdis shirkati birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasi Ipak yo'li sadosi programmasining Abdulla sahnasi bugun nishada oyoqlashdi. Albatta ekran oldidagi ko'rman do'stlar, o'zlari yaxshi ko'rgan, biroq noyda afsuslik ichida sahnamizdan ayrilib qolgan mayrlarga bilet tashlash orqali ularni qaytarib kelalaydi. Qanday qaytarib keldi? U bo'lsa-mu? Shinjon televiziya stansiya quyitori hamda nashriyat tuyusi Yanfon Detali yoki www.chekitxushovoz.com Yanfon info adresi shundaqla 125 90 222 ga telefon qilib mayrlarga bilet tashlash orqali ularni davomli Ipak yo'li sadosi programmasiga qaytarib kelalaydi. Hammalarga ko'pdan ko'p tashakkur. Keyingi programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.